breaking news this morning. Zoom. We've got some breaking tech news, folks. Zoom is currently suffering from a major... 16 aprel kuni Zoom platformasida global miqyosda taxminan 3 soat davomida nosozlik yuz berdi. Zoom.us domenning DNS zonalarida vaqtincha deaktivlanishi va server hold holatiga tushib qolishi bunga sabab bo'lgani aytilmoqda. Bu vaqtda foydalanuvchilar tizimga kira olishmagan va video konferensiyalarga qo'shilish imkoni ham bo'lmagan. Nosozlik server xavfsizligi bilan bog'liq bo'lib, GoDaddy hosting va domen registratsiyasidagi sozlamalar ortidan yuzaga kelgani taxmin qilinmoqda. Zoom muhandislari domenni qayta faollashtirib, DNS yozuvlari global darajada yangilangandan so'nggina muammo bartaraf etilgan. Biroq bu mijozlarning qimmatli vaqtlarini yo'qotishiga sabab bo'lgan.